Viloyat OITSga qarshi kurashish markazi hamda uning Vobkent, G'ijduvon va Olot tumanlararo bo'limlaridagi tibbiyot xodimlari, mutaxassis shifokorlarning sa'y-harakati bilan ba'zi bir kishilarda uchraydigan orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi xastaligini barvaqt aniqlash va uni davolashda kutilgan natijalarga erishilmoqda. Xususan, viloyat OITSga qarshi kurashish markazi laboratoriyalarining Finlandiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy davlatlarida ishlab chiqarilgan eng so'nggi rusumdagi biokimyoviy, klinik, shuningdek immunologiya, serologiya singari 50 dan ortiq zamonaviy apparatlar bilan ta'minlanganligi tufayli xastaliklarga to'g'ri tashxis qo'yilib, davolash ishlarida kutilgan natijalarga erishilmoqda. Markaz xodimlari tomonidan aholining turli qatlamlari, xususan mahalla fuqarolar yig'inlari va ta'lim muassasalaridagi yoshlar o'rtasida tushuntirish, profilaktik va targ'ibot ishlarining o'z vaqtida olib borilayotganligi inson salomatligiga jiddiy xavf soluvchi xastalikni oldini olishda muhim o'rin tutayapti. Viloyatimiz bo'yicha joriy yilning o'tgan oy mobaynida 18 mingdan ziyod 3 oydan ortiq migratsiyada bo'lgan viloyatimiz fuqarolarining 17 mingdan ortiq qismi, ya'ni 93% tibbiy ko'rik bilan qamrab olingan. Ushbu tibbiy ko'rik bilan qamrab olinganlarning 2% OIV infeksiyasi aniqlangan. Bu umumiy OIV infeksiyasi aniqlanganlarning 27% ni tashkil etadi. Yuqish yo'llari tahlil qilinganda 80% holatlarda betartib jinsiy aloqa orqali yuqqanligi aniqlangan. 2% holatlarda inyeksiya orqali giyohvand moddalarni qabul qilish orqali, qolgan 18% holatlarda parenteral yo'l orqali, ya'ni go'zallik saloni, sartaroshxonalar, kafolatlanmagan tibbiy ko'riklarga murojaat etish orqali yuqqanligi taxmin qilingan. Shu asnoda viloyatimiz aholisiga quyidagi tavsiyalarni berib o'tamiz. Migratsiyada bo'lib qaytgandan keyin albatta to'liq tibbiy ko'rikdan o'tishlari, migratsiyada bo'lgan davrda har qanday zararli odatlarga berilmaslik, giyohvandlik, betartib jinsiy aloqa, bundan tashqari kafolatlanmagan va sifatsiz tibbiy ko'riklarga murojaat etmaslik so'rab qolamiz. Joriy yilning o'tgan davra mobaynida hamkor tashkilotlar bilan birga joylarda 8 mingdan ortiq ana shunday tadbirlarning o'tkazilganligi, 50 mingdan ziyod bukletlar tarqatilganligi, matbuot va ommaviy axborot vositalarida turli chiqishlar tashkil etilganligi o'z kutilgan samarasi va aniq natijasini berishi turgan gap. Xorij davlatlarida mehnat migratsiyasida bo'lib qaytgan kishilar sog'lig'i shifokorlarning doimiy e'tiborida bo'lib, birgina keyingi 1 oy davomida 17 ming nafardan ortiq ana shunday shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tkazilganligi fikrimiz dalilidir.